qilasan chunki boyga tegib ketdi. Sen jalab mana zona komfortdan chiqa olmaysan, ko'tingni ko'tara olmaysan jalab. Senga faqat mana shu qo'shini boy bo'lsa, u haromdan boyigan bo'lish kerak. Chunki dadang shuni o'rgatganda seni jalab. Agar u sen halolligingdan kambag'alsan sen. U bular boy bo'lib ketdi, demak u harom. Hech qachon haloldan boyimagan, yoki uni tog'asi prokuror yordam berib olgan, yoki uni svязlari bor. Hammada jalab 24 soat bir sutkada, 7 kun. Hammada ikkita qo'l, ikkita oyoq sog'lom bo'lsa, ishlab tursa. Hammada o'shini ye. Yo'q, bu yo'qlarni tushunmayman, yo'qlarni bir ikkitasini, yaxshilari ham ko'p. Motivatsiya bering. Hamma bularga motivatsiya должен jalab. Borib bilak, bitta anaqa millionerdan motivatsiya oladi. U bilan rasmga tushish uchun zalda bilan abonnement sotib o'chitga turadi jalab. Haligi boy akasini kelishini kutib, hozir keladi. Zalga turib kelgan bormaydi jalab. O'sha bironta bir boy akasi bilan rasmga tushgan bo'ladi. Paxta zavod, paxtasi bor. Ey Xudo o'zingga bersin, erkak. Tasavvur qil, boshqa imkoniyat yo'q. Bir marta berildi senga hayot. Bir marta hayotda ham birovga pakizalik qilib, o'shanga yaxshi ko'rinsam, u menga filmanga bir ruxsatnoma olib beradi, yo menga investor bo'ladi deb yashagandan, tikka turib o'lganing yaxshi emas, erkak jalab. O'zingga bersin Xudo, birov bergani baribir peshlaydi. Men hayotimdan kelib chiqib aytaman, o'zingga bersin. Yo'q bular. Unga paxta qo'yadi, unga otiladi, bunga otiladi, ko'tarila olmasa unga vizit